Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 2025-yilning 8-iyun sanasi soat 12:26 o'tganligini ko'rsatmoqda. Kuni kecha menga Sharof Rashidov tumani hamda G'allarol tumanida yashovchi 2 nafar fuqarolarimiz qo'ng'iroq qilib, firibgarlarga aldanib qolganligi, katta miqdorda pul o'tkazib berganligi va yordam berishimni so'rab qo'ng'iroq qilishdi. Bittasi Sharof Rashidov tumanida yashaydigan fuqaro ayol kishi, o'zimni tanishim, yaqindan taniyman, o'qimishli, bilimli ayol. Xullas, internetdan onlayn savdo qilib, mo'may daromad topaman deb firibgarlarning tuzog'iga tushib qolgan. Dastlab 60 ming so'm pul o'tkazgan, 60 ming so'm pul o'tkazgandan keyin unga qaytarib 300 ming so'm mablag' tashlagan va xursand bo'lib, yaxshi ekan deb keyin 300 ming so'm tashlagan va unga o'sha alohida platformada sizni mablag'ingiz, demak, mana 300 ming tashlaganingizdan so'ng 3 million bo'ldi. Endi 3 millionni olishingiz uchun 600 ming tashlang. 600 ming tashlagandan keyin mana mablag'ingiz 9 million bo'ldi. Endi yana 1 million mablag' tashlasangiz, demak 15 million pul olasiz va xullas 6,5 million so'mni yaqinlaridan qarz olib 6,5 million so'm pulini o'tkazib bergan va uning hisob raqamida firibgarlar ko'rsatishi bo'yicha 22 milliondan oshiq pul bo'lgan. Mana shu 22 millionni olaman deb, demak 6,5 million pulini o'tkazib bergan va bu pulni yaqinlaridan qarzga olgan. Xullas aldanib qolgan. Yuqorida aytdim, tanishim ekanligini, shuni bir og'iz pul o'tkazmasdan oldin so'ramaysizmi mendan? Men aytaman-ku, firibgar yoki firibgar emas, kim sizga pulingizni shunchaki ko'paytirib berishi mumkin deb. Va siqilmasligini aytdim. Arzimaydi, endi bir adashibsiz, lekin bu sog'ligingizni yo'qotishga, oilaviy mojarolar kelib chiqishiga arziydigan summa emas, to'g'ri katta pul, lekin sog'ligingizga ehtiyot bo'ling deb 102 ga yoki o'sha yaqin oradagi ichki ishlar organlariga borib ariza berishligini tushuntirdim va oradan bir kun o'tib, mana kuni kechasi yana bir G'allarol tumanidan bir fuqaro qo'ng'iroq qilyapti. Xuddi shu masalada aldangani. Bu safar esa ushbu G'allarollik fuqaro 14 million so'mga aldangan, ya'ni ayoli. Menga turmush o'rtog'i internet orqali Facebookdan yozdi va telefon raqamini tashashini iltimos qildim. Telefon raqamini tashadi va shu zahot qo'ng'iroq qildim. Vaziyatni bildim, nima ekanligini va bular firibgar ekanligini aytdim, lekin siqilmasligini, turmush o'rtog'iga, ayoliga tazyiq o'tkazmasligini iltimos qildim. Bu oilaviy mojaroga kelib chiqadigan yoki o'sha bir necha fursat oy, yillar davomida yuziga solib, ayolni xo'rlab, unga bosim o'tkazishga arzimaydigan holat ekanligini tushuntirdim va 102 ga qo'ng'iroq qilishini yoki o'sha profilaktika inspektoriga borib murojaat qilishini aytdim va iltimos qildimki, bir oilani parokanda bo'lib ketishiga arziydigan summa emasligini, bu pul topiladigan narsa ekanligini, muhimi oilani mustahkamligi. Yuqorida aytganimdek, hamma ham adashishi mumkin. O'sha turmush o'rtog'iga qurilish ishlarida, uyini qurilishida yordam beraman, harna yaxshi ekan deb aldanib qolgan. Endi bu firibgarlarning tuzog'i qanday degan savol tug'ilishi mumkin. Mana ko'rib turibsiz, mana bugunning o'zida bir nechtasini men Instagramdan, Facebookdan, demak, screenshot qildim. Mana ko'rib turibsiz, Uzum bank, bu yerda demak O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining nomini kiritgan va ro'yxatga olish tugmalarini yaratgan. Mana bu yerga agar e'tibor bersangiz, demak profil egasi Filip Spencer Marsiya. Bu umuman to'g'ri kelmaydigan holat. Mana bu yerda ham xuddi shunday Uzum bank masofaviy onlayn yarim kunga ishlar, ish haqqi 1 soatda 300 ming so'm, 3 soatda 1 million, 6 soatda 2 million 200 ming so'm. Kim sizga 6 soatda 2 million 200 ming so'mni onlayn beradi? Mana shu tomonlarni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Hamkorlik loyihasi Uzum bank, bizga xodimlar kerak, ish haqqi kuniga 3 million so'm. Mana shunday, bular juda ko'p. Mana hammasini screenshot qilganman. Mana profil egalarini ko'rsangiz, har xil chet el fuqarolarining ism familiyalari. Biz qidiramiz onlayn xodimlar, oson va stressiz. Bu yerda stressiz ish, xato yozuvlar, demak yosh 23 dan 50 gacha, 400 ming so'm 1 soatda, 2 soatda 900 ming so'm, 1 million 400 ming so'm 3 soatda,
Men xuddi shunday mana Uzumbank biz ishga olamiz 23 yosh va undan yuqori. Agar sizga qo'shimcha daromad kerak bo'lsa, iltimos biz bilan bog'laning degan mana shunday hamma internetda mana bugunning o'zida bir nechtasini demak skrinshot qildim ko'rsatish maqsadida. Xuddi shunday mana biz ishga qabul qilamiz Uzumbank nomidan. Bizga xodimlar kerak, ishga qabul qilish, masofaviy onlayn yarim kunlik ishlar, shuncha pul, mana bunlar hammasi ko'rganlarim hali ham shu 1-2 soat bir necha daqiqa ichida men topib skrinshot qilib olgan firibgarlarni demak manzillari. Bularga aslo ishonmang, ehtiyot bo'ling. Halol daromad boshlang 500 ming so'm, 2 kun ichida 50 million 890 ming so'm, 3 kun ichida 150 million 670 ming so'm. Bu juda katta summa. Hech kim bu summani sizga demak 2 kun ichida yoki 3 kun ichida bermaydi. Lekin afsuski juda ko'p fuqarolarimiz bunga ishonishyapti va podrobniy tugmasini bosib, kirib, muloqotga kirishib, demak aytgan pulini o'tkazib berishyapti va ular ishonchni qozonish uchun dastlab o'sha 60 ming so'm pulini yuqoridagidek demak 300 mingga aylantirib tashlab beryapti va keyin katta pulga tushirib o'z-o'zidan akkaunt yo'q bo'lib qoladi yoki aloqa tugaydi. Demak, mana ko'rdingiz, har xil chet el nomlari tepasiga qarasangiz, chet el Uzumbank nomidan ish qilmoqda firibgarlarcha. Xuddi shunday ko'proq Uzumbank nomidan ish qilayotgan firibgarlarimiz ko'p. Xullas shunaqa gaplar. Men oddiy tilda tushuntirishga harakat qildim. Ko'pchilik aldanib qolayotgan fuqarolarimizga, ayniqsa uy bekalari, uyda shu turmush o'rtog'imga yordam qilaman yoki ro'zg'orga yordam tegadi degan bir ma'noda mana shunday aldovlarga uchrab qolmoqda. Ehtiyot bo'ling firibgarlardan. Bot takrorlaymiz. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Hech kim hech qachon pulini sizga ko'paytirib bermaydi. Halol mehnat qilishga harakat qiling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling.